Kamila, Labbay oyijon. kechasi bilan mazam bo'lmadi, yo'talib chiqdim. Ana shu tovuqni so'yiladi, menga qaynoqqina tovuq sho'rva qilib beringlar. Bo'l tez. Xo'p bilan oyijon. Voy. Hozir ko'rasan. Bu Kamila Lolo, uning boshi yana baloda. Bo'li tovuqjon, sen g'olibsan. Men o'zim biron ma'qul pishirib berarman. Tavuqimiz qochib ketdi, mayli, uylamaymiz. Bizlarda parvoz quradigan saskalar bor. Tavuqdan ham suv chiqardim. Hamma mahsulotlarimiz bor, sabzi bor, piyoz bor. Voy, tomat qolmabdi-ku. Mayli, natural produktlardan qilamiz. Pomidor, tomatdan zo'r bo'ladi, sochni bo'ladi. Mayda qilib to'g'ri olib, ovqatga solamiz keyin. Endi bizga bulg'or qalampir kerak, buni ham mayda qilib keyin solamiz. Ana piyozni ham to'g'ri bo'ldik. Agar ovqat yaxshi chiqmasa, shuni yig'layman. Tavuqimiz qochib ketdi, lekin bizda radika saskalari bor. Endi qaynanam ko'rmasin, yeb olaman. Parvoz sho'ro, zamonaviy zo'r retsept. Qo'y qani. Ovqat pishdimi? Rahmat. Tovuqli emasmi? Sosiskalimi? Tovuqli emas, lekin zo'r ekan. Qani? Bismillah. Kamila, pomidor bor edi 8 ta. Nimaga 6 ta qolibdi? Sho'rva zo'r. Seriallar buzotdi odammi? Men yedim.